Şinjan qumluqidagi ibtidoiy qabilalar. Taklamakan qumluqi elimizdagi eng cho'ng qumluq. Ko'lami 330 ming kvadrat kilometr. Shundoqla dunyo bo'yicha 10-cho'ng qumluq. Bu yerda odam shalong, qurg'oq, yomg'ir oz, giyoh unmaydigan yer. Ammo bu qumluqda yana dunyodan ayrilgan bir kanat bor. Undaqda kanatdagi zodi qandoq odamlar? Qani avval xaritaga qarab boqaylik. Tarim o'ymonligining janubida Ko'ylun tog' tizmasi bo'lib, Tangirtog' tizmasi bilan qo'shna. Chida Tarim daryosi, Xotin daryosi, Keriya daryosi, Qurchin daryosi qatorliq daryolar bor. Alohida tabiiy sharoit tufayli bu yerda mamlakat bo'yicha donliq alohida mahsulotlar bor. Xotin qashtishi, Xotin chilini, Oqsu olmasi, Ko'rlin nishputi, Chaqiliq chilini, Chaqiliq kulrang chilini qatorliqlar bor. Qatnashmo taraf-tarafga tutashgan. Davlat yo'li, o'lka yo'li giralishib ketgan. Yasalayotgan qumluq tosh yo'llaridan bir nechisi bor. Qumluq ostida neft bo'lg'atqa qumluqning ichkarisida yana sirtqa oshkorlanmagan nurg'un tosh yo'llar, neftlik bazasi va tabiiy shakllangan qumluq bo'stonligi qatorliqlar bor. Undaqda o'ylab boqaylik. Bu kanat zodi qandoq bayqalgan? Xaritadan ko'rgili bo'ladi. Kanatning to'rt atrofi quyuq o'rmonlik edi. Uning ustiga kanketgan to'g'roqlar bu yerda o'sidi. Kanatda bo'stonlik bilan qumluq o'zaro giralishib tang mavjud bo'lib turadi. Kanat eg'izidagi Keriya daryosida faqat yomg'ir faslida suv o'tadi. Keriya noyisidan bu yergacha tosh yo'lmi yo'q bo'lib, daryo yo'lini bo'ylab mangan to'qiliq yo'l bor edi. Uning Noya bozori bilan bo'lgan orliqi 150 kilometr keladi. 1896-yili Shvetsiyalik bir ekspeditsiyachi bu yerga kelib, toki bu Keriya daryosidan eqib qumluqning qayerga boradiganligini bilib bakmoqchi bo'ladi. Daryo bo'yini bo'ylab udul mengib shuni bayqadiki, bu yerda top yav tugilar, yana nurg'un yav tungizlar bor bo'lib, uni texmo hayron qoldirg'ini yana bir chorvachilar to'pi. Ayni chaqda urush qalaymaganchiligi yuz berganlikdan ular bu yerda turmush kechirib qolgan. Keyin yarim asr o'tib ketgandan keyin 1959-yili Keriya noyilik hukumat o'z tavallikidagi rayonda yana bir to'p kishilarning qumluqning ichkarisida yashayotganligini bildi. Shuning bilan ular odam avatib, ularga daryo bo'yi kentini qurib berdi. Bu daryo bo'yidagi kanat degan ma'noni bildiradi. 21-asrga qadam qo'ygandan keyin arxeologlar yana bu yerda 1000 yildan ortiq tarixga ega qadimiy uy to'pini bayqagan. Gerçi biz bu kanatga ancha ko'ngil bo'lib ketmasakmi, lekin u xalqarada alohida amaliy jug'rofiya tarixi arxeologiya sohasining nomi bilan atalgan. Kirora xarobiston qilishmaydi. Hozir qadar daryo bo'yliqlarning o'ylaridagi tomlar to'g'roq shoxlari bilan qo'shilgan bo'lib, ustiga nepiz laysuvab o'g'ziga bir qavat qumush bilan qoplangan. Daryo bo'yliqlarning millat manbasi yanala aniq emas. Hukumat ularni Uyg'ur deb turgan. Lekin Keriyadagi daryo bo'yliqlar ustida birinchi xil qarash bor. G'arbiy Sangramdagi Arigo xalqning avlodlari urush malmonchiligidan saqlanish uchun Ko'ylun tog'idan olqib o'tib Shinjonga kelgan. Yana bir xil qarash Keriyadagi daryo bo'yliqlar aslida bu qumluqdagi yerlik millat. Uchinchi xil qarash Keriyadagi daryo bo'yliqlar 2000 yil burungi kiroraliklarning bir tarmoqi. Undaqda kiroraliklar zori qayerdan kelgan? Inkas rayonida sizmo fikringizni o'tirib qo'yib beqing. Mazmunlar musha dayaqlashdi. Yoqtirgan bo'lsangiz, eng astidagi xanzuchi e'lon bilan yulduz belgisini chekib bizni qo'llang. Bu mazmun Sinchaq saloni tarafidan tayyorlandi. Amgikimizga hurmat qilib, mazmunlarimizni ko'chirganda manbani eskarting.